Biz yangi obyektimizda ishni boshlaganmiz, kecha boshlaganmiz. Bugun syomka qilyapman, xudo xolasa. Ustada qilishyapti. Mana bu joyimizni перегородка qilyapmiz. Bu xonamizni polini ochib boshqadan mahkamladik. Mana bu joydan hammomga eshik ochganmiz. Bu tomonimiz hammom bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu eshikni yopib tashlaymiz, to'sib tashlaymiz. Kecha mana steshkalarni quyib, kanalizatsiyalarni o'tkazib qo'yganmiz. Bu xonamizni abo'y qilamiz. Mana bu xonalarda abo'y qilamiz, koridorlarda.